Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun hit pumplarimizga keldik. Uстановка qilindi. Demak, Carrier hit pump ham issiqda ham sovuqda ishlaydigan agregat bu. Chillerda kichkinasi. Hop, kilovati heating capacity-si, ya'ni issiqlik berish energiyasi 802 kilovat. Cooling capacity-si 801 kilovat. Hop, rasxodi soatiga 396 kilovat. Ko'rdinglarmi? 394 kilovat. Hop, 220, 240. Demak, bir fazada ishlaydi. 3 faza kerak yo'q. Hop, demak, yana bir modelimiz bor. Bu modelimiz xo'sh. Cooling capacity-si 31 kilovat. Heating esa 30 kilovat. Inputi 10.5 kilovat. Demak, bu agregatlarimiz Yitsda har biri 31 kilovat energiya beradi. Bu degani 12 talik konditsionerdan 17 tacha degani. Yes, sağ ol. Shuna qilib kuzatishga davom eting. Foydali ma'lumotlar bizda.